Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt dasturida xuddi shunday videoni ishlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni promptni to'g'ri berish va uni Instagramlar uchun ishlashni ko'ramiz. Demak, birinchi navbatda to'g'ri ishimiz biza App Store'a kirib turib, Kling AI degan dasturni yuklab olishimiz kerak. Shu dasturni Kling AI. Xo'p, bu dasturga girgan vaqtingizda sizlarda shunday oyna chiqib turadi. Xo'p, biza bu yerda hamma joylarni nodiri ishlashimiz shart emas, lekin pastda o'zi shablonlar ham bor bunday. Shablonlarni ham ishlatsangiz bo'ladi. Tayyor prompt o'zida turibdi. Sizlar prosta rasm yoki videoni tashlaysizlar, bu sizlarga tayyor tuzib beradi. Xo'p, hozirgi to'g'ri ishimiz bizada shablonda asosida bo'lmaydi, alohida prompt kiritib yozamiz. Uning uchun bizada platformalarning turlari bor. Xo'p, birinchi Kling o'zini go'shli narsa dasturi bu Kling 01 platformasi hisoblanadi va keyin bu yerda sun'iy intellekt asosida rasmlar ishlash, keyin videolarni ishlashlar bor. Bizlar hozircha Klingning o'zini asosiy narsa kerak, platformasi kerak. Kling o'zini platformasiga girasizlar, shu birinchi to'g'ri. Girgan vaqtingizda sizlarda shunday oyna chiqib beriladi. Bu yerda atilgan ishlar turadi. Xo'p, pastga e'tibor berasizlar, birinchi bu yerda prompt yozilgan joyga e'tibor berasizlar. Xo'p, shunda birinchi navbatda bu yerda plusni bosib turib, sizlar o'zlaringizni ishlaydigan videongizni tashlab olishingiz kerak. Tushunarli? Plusga bosamiz. Xo'p, yana shunday bo'lma ochib berdi. Pastda sizlarda so'raydi. Galeriyadan ochib berish kerak, yo bo'lmasa istoriyadan ochib beradi. Element. Bizlar bu ikkisi kerakmaydi. Bizlar shu birinchini tanlaysizlar. Tanlaysizlardan o'zingizga kerakli videoni tashlab olasizlar. Yana men yukladim. Bu yerda video yetib turibdi. Biroz kutasizlar yetishini, chunki videoning hajmi kattaroq bo'lsa, sal vaqt olishi mumkin. Xo'p, keyingi to'g'ri ishingiz men sizlarga pastda, ya'ni opsiyada promptni yozib qoldirganman. Shu promptni girzasizlar bu yerga. Ya'ni inglizcha variantda prompt bor, girzasizlar. Shu sizlarga videongizni, ya'ni ko'chada videoni qor yog'gandan aytib, sun'iy intellekt asosida sizlarga ishlab beradi. Unda qiyin joyi yo'q. Xo'p, keyingi ishimiz masalan hozir bu bo'ladi, promptni girzamiz. Girzganingizdan keyin bu yerda joyi bor, ya'ni tuzalgan joylari bor. Girgan vaqtingizda, xo'p, video dastur rasm biz videoda qo'yamiz. Shu video 01 da turadi. Xo'p, pastga tushsak, kачествоsi 720 bor yoki 1080 bor. Aytgandek, bir narsa yodda qo'yinglar, bu narsa pullik hisoblanadi. Besplatni aytib bermaydi. Tushunarli? Ya'ni bu go'shli dasturlar, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha go'shli ishlaydigan platformalar hammasi pulli bo'ladi. Xo'p, 720 qo'yilgan bo'lsangizlar, 720 pikselda ochib beradi. Bu 45 oladi bizlardan kredit. Full HD qo'yadigan bo'lsangizlar esa bu 60 ni oladigan bo'ladi. Ya'ni qanchalik yaxshi kачество kerak bo'lsa, shunchalik ko'proq to'lov aytishingiz kerak. Keyin pastda aspect ratio 9:16 1:1 va 16:9 rejimlari bor. Bizlar bu yerda Instagramga reelslar to'g'ri kelishi uchun 9:16 ni tanlaymiz. Keyingi joyi output. Bu yerda necha xil kopiyada bersin, ya'ni necha xil variantda bersin degan joyi. Masalan, 2 xil variantda bersin desangiz, bu yerda pul ham ko'payadi. Shu 2 barobar ko'payadi. 4 barobar 4 xil usulda, ya'ni 4 xil shaklda bersin desangiz, yana ko'rib turamiz, va oshadi. Bizlar u shart emas, bir xilni qo'yaverasizlar. Tushunarli, menimcha. Xo'p, buni yapamiz bu yerdan. 16:9 qo'ydik. Audiosi dursunmi yo'qmi? Menimcha bizlar audiosi kerakmaydi. Buni olib tashlasangiz bo'laveradi. Xo'p, tayyor. Endi prompt yozamiz bu yerga. Ya'ni videoni tashlab oldik. Promptlardan pastga qo'ygan promptlarni tashlab olasizlar. Keyin bu yerda videoning necha sekund bo'lsa, shunda qo'yish kerak. Tushunarli? Masalan, bu men videom 6 sekundlik video. Men buni girib yuradigan bo'lsam pastdan, yana 6 sekund turibdi. Buni o'zgartirib o'tirmanglar. Video kesilib qolishi mumkin. Tushunarlimi? Shuning uchun yo bo'lmasa ошибка bo'lishi mumkin. Shuning uchun 6 sekund bo'lsa 6 sekundda qo'yasizlar buni. 6 sekundda. Всё, shu bilan. Avtomatik, ya'ni bo'lgandan keyin bu yerda stilkasi chiqadi. Bosasizlar, shu bilan bu to'g'ri videoni analiz etishga yuboradi va bir 5-6 minut kutib turasizlar.
5-6 minut kutganingizdan keyin sizlarga xuddi shunday shaklda beradi. Endi men videomda shunday shaklda berib qo'yibdi. Sizlarga boshqacha ko'rinishda berish ham mumkin. Yani shunday shaklda chiqarib beradi. Endi bir sazda ruzga tincha qatib oladi. Xo'p, bo'lgandan keyin dastlab bu tayyor turibdi. Pastda yana strelkasi bor. Ko'rib turibsizlar. Shu pastda strelkani bosasizlar. Bosgan vaqtingizda bu yerda buni yoqib qo'yasizlar. Bu o'zini logotipini o'chirib qo'yadi. Keyin bizlarda MP4 formati saqlanib etish bor. Shuni bosasizlar. Pastda emas lekin. Shuni bosasizlar, bu doğrudan-doğru galereya skachat atib beradi. Shu bilan video tayyor. Keyingi ishingiz, masalan, CapCut'ga tashlab turib, buni ranglarni, svetlarini, холодныйroq svet, ya'ni go'kimtirroq balans berib, более realniyroq ochsangiz bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, video sal yarqisi balandroq, gündüzgina o'xshab turibdi. Aslida men bu videoni gechda olganman, shuning uchun gecha o'xshatibroq, osvesheniyani kamaytiribroq montaj etsangiz, более realniyroq ko'rinadi. Va shu bilan bemalol qo'yaverasizlar Instagramingizga. Agarda sizlarga batafsil darslar kerak bo'lsa, ya'ni shu sun'iy intellekt bo'yicha o'rganish xohlasangizlar, bemalol menga Telegramimga yozsangizlar bo'ladi. Sizlar batafsil tushuncha beraman va darslar kerak bo'lsa, ular haqida tushuntirib beraman. Ya'ni noldan polniy mablografiya va sun'iy intellektlar bo'yicha ishlashlarini sizlarga ko'rsatib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishdan chiqmasa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat.